Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görüşler. Bu qatımda haftalik istiqlal xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ma'rif cemiyetida barin cihadi xatirlandi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati oylik suhbat yig'inida barin jihadi xatirlandi. Xitoy tajovuzchilari atalmış terrorlikqa qarshi manevr o'tkazdi. Atalmış Xinjiang JX chegara qism bosh shtabining ma'lum bir soqchixonasi oldin xabar berilmagan atalmış terrorlikqa qarshi manevr o'tkazdi. Diniy olim Abdulkarim Abduvaliga yana 5 yillik jazo uzartildi. Pishqadam diniy zot Abdulkarim Abduvali 1990-yil tunji qatimliq sudda 12 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilingandan buyon har qatim jazo muddati to'shqan hamon sababsiz bahonalarni ko'rsatib jazo uzartib Xitoy tajovuzchilarining turmasida gunohsiz yetayotgan Karam Qarimning 23 yillik turma hayotini oxirlashtirib turma bilan xo'shlashadigan kunlarda qo'rqinch Xitoy doiralari uning jazosini yana 5 yil uzartdi. Nurbakri Uyg'urlarning diniy e'tiqodini jamiyat zahari deb atadi. Ishg'olchi Xitoy tarafidan Sharq Turkistonda qo'rchoq rais qilib tayinlangan Nurbakri Uyg'urlar e'tiqod qilib kelayotgan islom dinini radikallik dini deb atadi va dinning tarqalishiga qarshi turadiganligini ilgari surib tahdid soldi. Aqsu Ayko'l voqeasida tutqun qilingan Uyg'ur qiyin qistoq ostida shahid qilindi. Aqsu Ayko'l voqeasida tutqun qilingan Uyg'ur yoshlaridan bir nafarining Xitoy saqchi doiralarining qiyin qistoqi ostida shahid qilinganligi oshkor bo'ldi. Qaramayda Uyg'urlarning yoymachilik qildigan juma bozori qamal qilindi. Xitoy doiralari vatanimizning har qaysi shahar bozorlarida Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan va bozor qilgan har qanday yerlarni har xil bahonalar bilan buzib tashlab Uyg'urlarni tarqoqlashtirmoqda. Bu hatta Qaramayda Uyg'urlarning jinoz namoziga to'plashishiga qadar yetib bordi. İslam mutafakkiri Muhammad Qutb vafot bo'ldi. Mashhur islom mutafakkiri Muhammad Qutb Saudiya Arabistonining Jiddi shahridagi markaziy tibbiy doktorxonasida vafot bo'ldi. Afg'onlar tunji qatim jumhur raisini o'z saylamoqchi. Afg'oniston xalqi 10 yil huquq tutgan Hamid Karzai davridan keyin o'zining jumhur raisini o'z saylash uchun ovoz tashildi. Bu qatimliq Afg'oniston jumhur raisligi uchun 8 nafar nomzod borligi ilgari surilmoqda. Misrda Ayman Zavahirining qarindoshiga sud ochildi. Misrda Ba'z tashkiloti rahbari Shayx Ayman Zavahirining qarindoshi Muhammad Zavahirimi ichida bo'lgan 68 kishi terrorlik tashkiloti qurish jinoyati bilan jazo sud mahkamasiga yo'llandi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, tövendeki xabar sizlarni o'ylantirib, Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga qilayotgan ig'ir besimining qanchalik darajada yuqori ekanligini to'liq his qildirdi. Chunki bu xabardagi Xitoy fuqarosining qilgan ishining o'xshini vatanimizning har qanday yerdagi bir Uyg'ur qilsa, u shaksiz holatda birinchi darajalik terrorchi degan qalpoq bilan o'ldirilmagan taqdirdami uzun yillik qamoqqa ilingan bo'ladi. Ammo o'zini qonun davlati deb jarsilayotgan Xitoyning o'z millatidan bo'lgan Xitoyga farqliq, Uyg'urga farqliq muomalasi vatanimizda yurgizilayotgan tengsizlikning qaysi darajaga berib yetganligini nihoyatda ochiq shaklda o'ttirib qo'ymoqda. Ma'lumotlarda bo'lgandek, Xitoy hatto vatanimizda rost qurollarga taqlid qilingan so'lyov o'yinchoq qurollarni ham cheklagan edi. Ammo Xitoy shaharlaridagi ahvol tuvandagi xabarda diqqatinglarda bo'ladi. Sichvallik bir Xitoy balasiga 3 tonna ig'irlikdagi tank sovg'a qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu qatimlik haftalik istiqlol xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.